Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan PDF fayllarni yuklash hamda uni chuqur tahlil qilishni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Har doimgidek, notebook yaratamiz. Notebook yaratamiz va PDF yuklab olishimiz kerak. PDFni, aytaylik, desktopdan e'tibor beringlar. "Absolutnaya disciplina" degan kitobi taxminan 150 yoki 300 bet bo'lishi mumkin yoki 200 bet bo'lishi mumkin. Taxminan yuklashga, bilmadim, vaqt ketdi. Aytaylik 2 sekund, 3 sekund, 5 sekund, 10 sekund, taxminan 5-10 sekund vaqt ketadi. Demak, yuklab bo'ldi. Demak, 10 sekund vaqtimiz ketdi. Nomini yuklab olamiz. O'sha nominiyam o'zi avtomatik yuklaydi. Avtomatik yozadi, lekin biz boshqacha yozamiz. Mutloq intizom. Mutloq intizom. Bu kim uchun desa, bu tadqiqotchilar uchun. Aytaylik, sizda 150 betlik kitob bor. O'shani xulosasini tez olmoqchisiz. Zamon tez rivojlanib boryapti. Insonlarni o'qib o'tirib, to'liq kitob o'qishga, aytaylik, vaqti yo'q. Mayli, bu kitob emasdir, boshqa tadqiqotdir. Aytaylik, 1 yillik sizda moliyaviy hisobotingiz bo'lishi mumkin. Yokida P&L bo'lishi mumkin. Yokida qanaqadir raqamlar bo'lishi mumkin. Qanaqadir ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Mana endi bitta kitob misolida olyapman. Siz o'zingizda bor bo'lgan katta bazadan qisqa, o'zingizga kerakli bo'lgan xulosalarni olish uchun bu juda kerakli narsa. Demak, davom etamiz. Chap tomonga biz yuklab oldik. Bemalol ichiga kirib ko'rishimiz ham mumkin. Taxminan oxiriga boraylikchi. Xo'sh, bu joyda betlar ko'rsatilmabdi. E'tibor bering, mana shu joyning o'zida ham AI bor. Ya'ni, ma'lumotlarni deyapti. Odatlarni shakllantirish metodologiyasi, kundalik tartib orqali intizom va buni o'zida ham mana saralab, sizga alohida ajratib beryapti, mavzular beryapti. Agar xohlasang deyapti, odamlarni, ya'ni odatlarni shakllantirish metodologiyasini beraman. Gormonal o'zini o'zi boshqarish haqida ma'lumot beraman. Kundalik tartib orqali intizomga erishish degan mavzu beraman, ya'ni manba beraman. Ichki irodani rivojlantirish mavzusida, jismoniy salomatlik mavzusida ma'lumot beraman deyapti. Demak, juda ko'p kitob anaqa, listlar juda ko'p, uni ko'rmadik. E'tibor bering, mana to'g'ridan to'g'ri chatga o'tyapti. Ya'ni jismoniy salomatlik asoslarini muhokama qiling degan mavzuda. Mana yuqorida aytib o'tdik. Demak, mutloq intizom deb nom qo'yib oldik. Demak, mana buni bitta yangilab yuboramiz. Bizda manba kelib chiqadi. Manba bizda bitta, o'z ikonka qo'ydi. Xohlasangiz bu yerga rasm qo'yishingiz mumkin. Mana buni ham tez ko'rsatib ketaman. Mana rasmni qo'yib oldik. Demak, mutloq intizom qo'shimcha, odatiy bo'lim, ya'ni qo'shimcha manba yoki ma'lumot kiritmoqchi bo'lmasangiz, shunchaki buni yopib qo'yasiz. Shart emas. Davom etamiz. Mutloq intizom asarida Amir Vafin odatlar kuchi va o'zini o'zi boshqarishga asoslangan shaxsiy o'zgarish uchun keng qamrovli asosni taqdim etadi. Tasavvur qiling, to'g'ridan to'g'ri bizga xulosalar qilib beryapti. Endi bizdan so'rayapti. Dopamin va kortizol kabi gormonlar bizning odatlarimizni qanday shakllantiradi? Xulosa qilib olishimiz uchun juda qulay. Qirollik odati nima va u qanday ishlaydi? Menga yangi boshlanuvchilar uchun mutloq intizom usulini o'rgating. Bosamiz. Bizga nechadir daqiqada tahlil qilib beradi. Bu kitob bo'yicha, misol uchun, xohlasangiz dissertatsiya yozishingiz mumkin. Aytaylik, hisobot tayyorlashingiz mumkin. Aytaylik, o'zingiz uchun to'liq, aytaylik, kitobni summarize qilib, muhim bo'lgan joylarini, xulosa sifatida o'zingizga olishingiz mumkin. Yokida, umumiy raqamlar, tadqiqotlar uchun bemalol foydalanishingiz mumkin. Davom etamiz. Amir Vafin tomonidan ishlab chiqilgan mutlaq intizom usuli. Kitobni yozuvchisi ham shu inson. Usuli o'zingizni jazolash yoki faqat qo'pol iroda kuchiga tayanish haqida emas, kitob haqida xulosa. Buning o'rniga u sevgi va xabardorlik orqali intizom falsafasiga asoslangan. Endi mana shu joyini u qayerdan oldi? Siz, aytaylik, asos izlaysiz. U gallyutsinatsiya qilmayaptimi, o'zidan qo'shmayaptimi degan baribir xavotir bo'lishi mumkin. Shu vaqtda siz manbaga kirasiz. E'tibor bering, aynan shu gaplarini keltiryapti.
Endi harakatga o'taylik deyapti. Boshlashdan oldin bir oz nazariya. Mana mana bu kitobda yozilgan ekan. Ko'proq vazifalar, ya'ni ko'p vazifalar va qiziqishlarga ega bo'lgan va hamma narsaga o'z vaqtida kelishni istaganlar deyapti. O'tmish va men o'zini ham taniydiganlarni juda yaxshi tushunaman. Men har doim bir marta va abadiy sodir bo'ladigan yuqori sifatli uzoq muddatli o'zgarishlarni orzu qilganman. O'z-o'zini tarbiyalash bu eshik, odat bu kalit. Eshik ochilishi uchun siz shunchaki kalitni burashingiz kerak bo'ladi. Va bizga qadamlarni e'tibor bering, muhim bo'lgan qadamlarni yozib beradi. Birinchi qadam, gormonal foningizni tuzating deyapti. U qanaqa bo'lishi bo'yicha bizga xulosalar beryapti. Ikkinchi qadam, odatlaringizni shakllantiring. Odatlar yana qismlarga bo'linadi. Qirollik odati, minimal boshlang'ich chegara, muayyan muddatni belgilang deb bizga vazifalar beryapti. Uchinchi qadam, bajarish algoritmi. Qanaqa tartibda bajarish kerak? Odatlaringizning 50-70% erta tongda bajarishga harakat qiling. Miyangizning operatsion xotirasi bo'sh, energiyangiz yuqori va sizni chalg'itadigan hech kim uyg'oq bo'lmagan vaqtda deyapti, erta tongda bajaring. Va buning manbasi qayerda desa, buni manbasi mana bu joyda. E'tibor bering. Xo'p, vazifalaringizning 50-70% shu vaqtda bajaring. Agar sizda 10 dan ortiq odat bo'lsa va tushlik vaqtigacha birortasini ham bajarmagan bo'lsangiz, o'zingizni tarbiyalashingiz tufayli qarzdor bo'lib qolasiz va uni saqlab qolish uchun uyqu jadvalingizdan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Men buni o'zim sinab ko'rdim. Bunga arzimaydi deyapti. Xo'sh, endi biz yanayam chuqurroq tahlil qilishimiz mumkinmi? Ha, tahlil qilishimiz mumkin. Endi shu asosida bizga aytaylik, xulosa yozib berish mumkin. Aytaylik, yakuniy kitob bo'yicha deymiz. Kitob bo'yicha yakuniy xulosa yozib ber. Ha, yakuniy xulosa yozib berish mumkin. Kitob asosida bizga nima qilib berish mumkin? Misol uchun, kontent bilan yozib berish mumkin. Instagram uchun. Siz mana shu kitobdan o'rgangan bilimlaringizni aytaylik kontent qilmoqchidirsiz. Bemalol yozib berish mumkin. Kitob asosida menga Instagram uchun 10 ta kontent yozib ber. Kontent virusli bo'lsin, 1 minutlik bo'lsin va million prosmotr bo'lsin. Xo'p, undan oldin bitta ko'rib chiqaylik. Kitob bo'yicha yakuniy xulosa berish kerak edi. Amir Vafiyning Mutlaq intizom kitobi mashinasi kuchli irodaga tayanish yoki o'zni qiynash haqida emas, balki mehr, anglashuv, mehr va anglashuv orqali intizom, discipline through love and awareness falsafasiga mos keladi. 1. Gormonal poydevorni to'g'irlash. 2. Odatlarni boshqarish algoritmi. 3. Hayot tarziga aylantiruvchi 4 harakat bor ekan. Bu nima desa, mutlaqlik, murosasizlik, to'liq halollik, intuitivlik. Mana shu 4 ta narsa. Endi yakuniy xulosa. Amir va Fen intizomni qisqa masofaga yugurish emas, balki butun hayotlik marafoni deb ataydi. Va biz savolimizni beramiz. Shu bilan videomizni tugatamiz. Kitob asosida menga Instagram uchun demak bitta yozib ber debmiz. Xo'sh. Kontent virusli bo'lsin, 1 minutlik bo'lsin, million prosmotr bo'lsin. Demak, u o'ylashni boshlayapti. Demak, buni qaytamiz. Bizda bitta manba bor. Buni xohlagancha o'zgartirish mumkin. Demak, tayyor. Birinchi mazmun deyapti. 21 kunlik yolg'on kadr. Siz kameraga qarab, qo'lingizdagi qanday kitobni yoki varaqni yirtasiz. Bu kadr
Xo'p, demak 10 ta mavzu yozib berdi. Men aytaman, buni xohlagancha o'zgartirish mumkin. Qisqa qisqa qilib mhm, video olishga demak, tayyor qilib ber. Xohlagancha. O'zingizning talabingizdan, istagingizdan, aytaylik, eee, kelib chiqib bemalol so'rashingiz mumkin va bu istalgancha sizga tahlil qilib beradi. Bu sizni haqiqiy tadqiqotchingiz. Bu yerda, mutlaq intizom kitobidan tashqari istalgan ma'lumot bo'lishi mumkin. Istalgan fayl bo'lishi mumkin. Va istalgan video, istalgan audio bo'lishi mumkin. Bemalol. Hech qanaqa muammosi yo'q. Demak, mana tayyor qilib berdi. Даже ssenariy qilib berdi. Endi xohlagancha, misol uchun skript yozib berishi mumkin sotuv bo'limi uchun, marketing uchun reja yozib berishi mumkin. Aytaylik, mana shu kitobdan kelib chiqib, istalgancha. Intizomning birinchi indulgensiya o'limidan qanday qochish mumkin degan narsa. Endi siz ma'lumot tayyorlab bo'lib, yakuniy, bo'ldi, menga shu ma'qul deganingizdan keyin, endi bu yoqqa buyruq berishingiz kerak. Uni keyingi videoda ko'rib chiqamiz.